Yong'oq soyasida yotgan afandi bir kuni o'zicha shunday o'ylandi. Kichik yong'oq katta daraxt ustida, katta tarvuz kichik palak ostida. Yetilar hech buni tushuna olmadim. Allohning ishiga qoyil qolmadim. Shu chog' afandining peshonasiga kichik yong'oq tushib rost manasiga og'riq beribdiki, debdi afandi. Men g'ofil hayotni endi o'rgandim. Endi meni haqdan hech narsa to'smas. Yaxshiyamki tarvuz daraxti o'smas. Endi men yanada haqqa moyilman. Allohning ishiga har dam qoyilman. Endi bo'ysungayman, hech talashmayman. Allohning ishiga aralashmayman. Ne qilibda ayting islomiy bo'lsam, xuddi sizlar kabi dinimni sevsam, agar dilimdagini oshkora qilsam, Allohning ishiga aralashmanglar. Manim loyim qorgan kulolim Alloh, yo'qdan bunyod qilgan qirolim Alloh. Men haqning ijodi shu sabab eyvoh, Allohning ishiga aralashmanglar. Gar keraksiz bo'lsam yaratmas edi, ongimni islomga qaratmas edi. Menga laqab qo'ymang shoir kelgindi, Allohning ishiga aralashmanglar. Haq egasi atrof tevarakning ham, ko'kda kamalak-yu kapalakning ham, dunyoda o'rni bor suvarakning ham, Allohning ishiga aralashmanglar. Bas qiling kinoya o'qni qadashni, o'rganing og'izda tilni qamashni, qora tanli deya ayblab habashni, Allohning ishiga aralashmanglar. Mana sahar chog'i yomg'ir yog'uvdi, shunda majnun tollar sochlarini yuvdi, deya nechun bizni jannatdan quvdi. Allohning ishiga aralashmanglar. Dunyo odam to'la ijara zo'r-ku, demang manov odam xunukdir bor-ku, uning musavviri Parvardigor-ku. Allohning ishiga aralashmanglar. Nechun harom etmosh zino aroqni, nechun joriy etgan deb 3 ta taloqni. Ajrata olmasangiz qoradan oqni, Allohning ishiga aralashmanglar. 5 yorga uylanib sotib iymonni, yana ruqach qilmang nafsu shaytonni. Hukmini xato deb hadis Qur'onni, Allohning ishiga aralashmanglar. Yo, Abu Jahldek jahllimisiz? Mashoyixlar kabi naqllimisiz? Nima siz? Allohdan aqllimisiz? Allohning ishiga aralashmanglar. Bir kuni bir johil xotin bilan yahudiylar bekor yaralganda der. Shularga atalgan aslida bu she'r. Allohning ishiga aralashmanglar. Ibrohim massiz-ku Ka'bani qurgan, Hazrat Ali massiz kofirni qirgan, bo'lsa ham esingiz 3 yoshda kirgan. Allohning ishiga aralashmanglar. Nima? Sizga ko'kdan keldimi vahiy? Deysiz u jannatiy, budir do'zaxiy. Ey siz, dilozorlar bir bo'lib saxiy, Allohning ishiga aralashmanglar. Falonchiga farzand bersa bo'lardi, pistonchiga boylik ko'ngil to'lardi. Bas qiling javrashni, o'zi biladi. Allohning ishiga aralashmanglar. Xudoga do'q urib der 2 nokas, nega boylik berding unga bizga emas? Haqni muhokama aylash sizga emas, Allohning ishiga aralashmanglar. Nima keragi bor 5 mahal namoz, degan edi bir paytlar Lenindek iflos. Daho bo'lsangiz ham sizdan iltimos, Allohning ishiga aralashmanglar. Muslimlar behuda yaralishmagan, insonni rang bilan saralashmagan, hatto payg'ambar ham aralashmagan. Allohning ishiga aralashmanglar.